Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalomu alaykum do'stlar. Qayda o'tir darsxonamizga yangidan qarshi olamiz. Biz bugungi soat darsimizda Adobe Audition'ning ko'rinmasi bilan tanishib chiqamiz. Biz oldi bilan detalimizni qo'zg'atib olaylik. Detalni qo'zg'atish uchun bevosita mavu yerdan qo'zg'atsak bo'ladi, yoki bo'lmasa mavu soya va ying degan yerdan yerdan qo'zg'atsak o'xshash. Biz oldi bilan Adobe Audition'ni qo'zg'atib oldik. Biz birinchi soat darsimizda eng başida biz yangi bir detalni o'rganish uchun biz oldi bilan boshqa narsalarni qo'yib turib, eng oldida bu detalning umumiy ko'rinishi bilan bir tanishib chiqaylik. Mau ustidagi Audition'ninki markasi shunaqa, Adobe Audition CC. Ama sol tarafdagisi o'chirish knopkasi, kichiklatish knopkasi, undan keyin tushirish knopkasi, kichiklatish knopkasi. Endi birinchisida mana shuki hujjat deydi, masalan, hujjatda men xohlagan hujjatdan birini ochay. Hujjatning birisi normal ochildi, biz qo'yib bir sinab qo'yaylik. Normal ovozga qo'yildi. Maqsad nima? Bizningki yangratqimiz, uningki miyadagi ovoz chiqarish o'rinlari normalmi emasmi, buni bir tekshirib etdik. Endi biz ko'rinishni davomli tushuntirib ketaylik. Endi bu ustiga qaraydigan bo'lsak, birinchisi bu tizimlik shunday-ku, saydanlan, ya'ni qurol tizimligi. Hamiyada boshing shunaqa bu to'g'ri. Bu boshing degani nima desak, masalan, bu taq hujjat, masalan, ikki yo'ldan tarqatgan taq hujjatninki nimasi. To'g'ri degan yana birini qurib baqaylik, 12 deb. Bir necha hujjatni biroqla tahlil bo'ladigan yo'l. Jami 7 yo'l og'il bo'ldi. Endi bu ustiga qarasak, bu ovoz manbasiningki shakli. Ikki xil endi. Mana ben tanlagandagini asta o'zgardi, ko'rdingizmi? Asta. Undan keyin men qarasak, malarning hammasi qurollar. Bu qurollarning hammasini Photoshop ishlatib baqqan bo'lsanglar, aniq bilsizlar. Yotkash quroli, kesish, undan keyin belga tanlash degandek. Undan keyin men kelsak, bu mushu bizningki umumiy ko'rinishimizningki holati, ya'ni biz odat ochgan vaqtimizda mo'rin holati bo'ladi. Undan boshqa bu yerdan biz tanlab cho'ntong burunqi holat. Oldin Adobe CC'ninki oldingi narsalardagi ishlatgan vaqtimiz mustaq chiqadi. Undan keyin boshqa ko'rinmaymiz. Biz qaysi ko'rinishni yaxshi ko'rsak,
shu bo'yicha miyani tanlab foydalanib ishlasak bo'ldi. Holat biz shu mo'rin holatda asos qilib so'zlaymiz, ammo o'ng tarafdagi yordam knopkasi. Buni mishadan bir narsa izlagan vaqtimizda bevosita organ tor bekatga ulindi. Ya'ni Adobe shirkatininki yordam beradigan organ tor bet. Agar bilmagan mazmun bo'lib qolsa, aşağıya yozib javob izlasak bo'ldi degan gap. Hem bu miyani ko'rsatdik qo'y, masalan, mana bu hujjat echish. Hujjat echish knopkasi. Mana bu o'xshash. Mana ishdagi yana yangidan hujjat qurish. Ham bu qayerda bilan o'xshash desanglar, mana bu o'njanning ichidagi hujjat qurish degan bilan o'xshash. Hamda mana bu asliga qaraydigan bo'lsak, meyti lulanchi. Bu nima degan gap deganda, bizning kompyuterimiz. Shunaqa bu kompyuterimizning ichidagi darslik, buning ichidagi Adobe Audition manodagi masalan mavjudni ichib baqaylar desak, mana ichildi. Mana bu hujjat ichish, miyani ichish qaraganda bevosita ham qulay demakchi. Mana bu unum gruppasi. Buningda biz unumdan birini berib sinab baqaylar. Qaraydigan bo'lsak, unumlar ko'p. Andan biz miyadan unum berib baqaylar. Qaraydigan bo'lsak, mana unumlar. Ovoz farq qilgan bir unumdan mana bir berib sinab baqaylar. Ovoz. Ma ovoz kechiktirish bo'lg'achqa, mana echib qo'ygandan keyin ovoz chiqmaydi ekan. Buningda yana boshqa hamisha nurg'un unumlar bor, biz echib sinab baqsak bo'ldi. Xo'sh, degan sinab baqaylik biz. Ma ovoz gruppasi, hemen etitib turay. Ma bu POG masalan, biz tanlagan o'rinninki POG deb mana qanchalik o'rin tanlagan bo'lsak, hemen bir şeyden shu o'rindan belgi qo'yib qo'yishga bo'ladi. Hamdiki mana bu hujjatninki xasligi. Buningda uzunligi minut, sekund, daqiqa. Uniki mana bu hujjatninki sayang shu. Lekin o'ng ovozmi, so'l ovozmi, qaysi yoki stroliq ovozmi, uniki mavfudu. Hujjatninki formati, o'rni. Vaqtni ko'rsatish shakli qaysi xil shaklda men tanlab o'zimiz tanishib olsak bo'ldi. Agar biz hujjatimiz bir xatolik ko'rilib izlamoqchi bo'lib qolsak, xatolikni topmoqchi bo'lsak, uniki men tanlagandan keyin so'miyondan chekib xatolikni bilalaymiz. Buning bir necha xil xasligi bor.
Endi miyada qaraydigan bo'lsak, miyada bir knopka bor, mana qo'yish knopkasi masalan. Qo'yib sinab baqilgan, miya kirgizishdan burun qo'yib sinab baqilgan knopka. Ama bo'lsa takrorlab qo'yib qo'yish knopkasi. Ama bu mumkin zadan avtomatik qo'yish knopkasi. Buni to'xtatib turli. Ama asta qaraydigan bo'lsak, leshitchilu deydi. Bu nima narsa desak, masalan, Photoshop ishlatib bakkan bo'lsak bilamiz. Mishadagi berilgan unumlarni hamshadan ko'rib, ama bu biraz açqandagi unum shunday qo'y, masalan, astadagi mana tanlasak, unum bergandagi men qo'yishing bergan vaqtidagi unum. Bu bizningki xotiramiz hisobda keyin yaxshi foydalangan bo'ldi. Uniki miyaga sin. Agar biz hamshak bir sin qo'shmoqchi bo'lib qolsak, sinni hujjatlarni tahrirlamoqchi bo'lib qolsak, mishaga sin hujjat mishadan ko'rindi. Audio Hujjatni normal qo'llamaydi ekan. Hemen bilib qolsak bo'ldimi? Endi ama o astadagi ama o qo'yish knopkasi, muhabbat, balkim muhabbat, balkim ama o to'xtatish knopkasi, ham buning yanındaki o'tkazish, tezlatish, o'tkazish. Shuni qilmasan, boshqa kelmoqchi bo'lsak, mana biz to'qma boshqa keldi. Oxirga bormoqchi bo'lsak, oxirga keldi degan gap. Miyadagi mavi knopka qo'yish, ya'ni ovoz qilish knopkasi. Ovoz qilish knopkasi mavi qaytlab qo'yish, masalan, men manchilik o'rnida tanladim. Hemen tanlagandan keyin qo'yishni bassam, balki to'xtamay eslayapsiz. Uni saqlaysiz. To'xtamay tush ko'rasiz. Balki to'xtamay eslayapsiz. Qaytlab qo'ydi-ku. Uni saqlaysiz. Qo'yish knopkasi. Qaytlab qo'yish knopkasi. Ma'ni bende türünü qo'shgan vaqtimizda o'rganamiz, tur atlash. Andan keyin biz ovoz qilib hujjatni ovoz ep bo'lgandan keyin ama bu cho'ngaytish, kichiklatish knopkasi. Bu nimani cho'ngaytish, kichiklatish desanglar, ma ovoz manbasining orliqi. Bizdan qaraylik. Cho'ngaytdik, egizlatdik, kichiklatdik. Andan keyin ovozni kengaytdik. Kengaytgandan keyin masalan ovozda muhabbat, kichik xatoliklar yoki biz tahrirlashlar bo'lgan vaqtida balki nikoh nishadan tanlab cho'ngaytib uni yoqi biz tanishmoqchi bo'lgan o'rni tepib tanishsak bo'ladi. Malam shuningki yordamchi knopkasi. Andan keyin asta qaraydigan bo'lsak, damping debdi-ku, bu mushu ovoz manbasiningki tavrinishi. Balkim bir o'qisli qiziqarliq bilinadigan qisqa hikoya bo'lishi mumkin, lekin nikoh u. Ama u 5 dan o'tib ketgandan keyin qarsanglar bir xil qizirib ketib bordi-ku. Bu mushadan eshib ketgan ovozlar qo'yilgan vaqtida bizning qulog'imizga yaxshi anglanmaydi, undan keyin ovoz buzilib ketish ehtimolligi bor. Ovozlar mushtaq ko'rindi. Masalan, bo'lsa uningdan olgan ta'sirot. Nikohda doim amal bor, musha o'rindan oshirib yetmagan holatda ovoz qilib tahrirlasak bo'ladi degan gap. Anki men o'ng tarafdagi tanlash ramkasi. Masalan, men bir rayonni tanlasam,
Hemen bir şeyde. Qanchalik narsa tanlandi, anken buning umum vaqt qanchalik degan narsani bir şeyde ko'rsatib berdi. Qarang mana. O'zgargandan keyin I am o'zgardi degan gap. Shuning bilan bizningki Adobe Audition'ninki umum ko'rinmamizni tonishtirish darsimiz bir şeyde oxirlashdi. Ko'pchilikning ko'ngliga rahmat. Kelar soatda ko'rishaylik.